Siroj sohib. Kuntaxe. O'rtoqlar, qaranglar. Perkrosga o'tiramizda pravila o'rganamiz bulardan. Qaranglar. Qaraymiz, mana asosiy yo'l. Biz pravila chappa-ku, mana shahlovchi. Asosiy yo'l. Ana yashil muraviy kelyapti. Ketdi, va sekin chiqdi. Sal. Ha, o't. Ha. Kimga nima signal beryapti? Signal nima kerak? Ha, mana. Yarigi zo'r vaziyatda o'tib ketdilar. Voy, muraviylar taksi bo'ladi, taksi. Ey, o'rtoqlar, men Islom Powerga san kun taxiya desam, bu san kun taxiya deysiz manga. Bilmasam, mana boshlar. Zaks kelyapti, Zaks mana Zakis. Mana endi Zaksni kelgan holda to'sma. Baxtsiz bo'ladi. Ketdiga counter-ga o'tamiz. Counter-mi deymi? Ketdi. Yo'q, u nima suv ichiladi u. Bir narsa nimadir. Mana pichoq bilan urib yoradi. Ha, peshobdan o'taylik qani? Ketdik, peshobdan. Solaydi hozir. Ketdik, peshobdan kamerani qo'shib o'tib ketamiz. Ya unday narsa yo'q bu yerda, ketdik. Nagli chiqmasang o'tolmaysan bugun. Nagli chiqmasang bugun o'tolmaysan. Nagli solsa-chi? Ya endi sekin soladi. Tilini biladi. Ketdik, tamam. Mana o'tibdi. Qarindoshlar. Qara ketdik. Yugurib o't. Bugunlar sen o'tolmaysan. Jigarlar Siroj Hofiz o'tolmay garang bo'lib o'tiribdi. Berachi. Hey. Men kallam garang bu tarafga qarab ketyapman. Mashina yo'q deb yugurdim. Urdi. Ya ikki kundan keyin Hindistonliklar kamimiz qolmaydi. Xo'sh, jigarlar Hindiston hayoti. Men o'zim ko'rinamanmi? Assalomu alaykum jigarlar. Ko'rinsa, dehqonga. Xudo xolasa Hindiston ko'chalaridan videolar qilib boramiz. Menimcha sizlarga qiziq bo'lsa kerak. Kimlardir ko'rmagan, kimlar uchundir qiziq. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa kommentariyaga yozinglar, nimalarni ko'rsataylik, nimalar sizlar uchun qiziq bo'ladi. Ana o'rtoqlar. Mana shu yerda jon qutqarib o'tdiga. Ana shu yerda bir bola qilib o'tdiga. Sal qolya solaydi ya. Mana sensin. Bah. Sen operator-ku. Tamam. Ketaveramiz. Xo'sh. Qo'ydan chapaling. Mana do'konchalar va bunday narsalar sotiladi. Assalomu alaykum. Xo'sh, ketdik. Mana shu traktorchalarga qarang. Militchiga. Choma qilib nogiron o'sha. Ketdik. Ko'chaga sotiladigan narsalar mana chiroyli uylari ham bor. Chiroyli uylar bor, yaxshi, zo'r joylari bor. Musulmonlar ham bor-da. Musulmonlar bor. Ha, ovqatchalar mana bunday pishiriladi, mana bu holatda yeb o'tiriladi. Assalomu alaykum. Osh bo'ladi sizga. Tovuq go'shtidan. Ovqatlari tovuq go'shtidan. O'tirib olib, bu. Bera dimonlar. Siroj Hofiz. Qoringiz och qolgan bo'lsa, mehmon qilaman shu yerdan. Men uydan ovqatlanib chiqqanman lekin. Chang bilan ancha mana. Hozir yeganim uchun chiqib ketaman shu ustiga. Mana shunday joylarga yashashadi bular mana. Kilonkalardan palatkalar qilib, kilonka bilan yopib olishgan. Shu yerni o'ziga bir 10-15 tacha oila yashashyapti-da. Endi biz yaqinroqdan bor video qilishga sal neudobni bo'ldi. 10-15 ta oila shu yerga yashashadi mana. Hey! Hi. Bakın.
Bular ham bachcha ekan. Bizda bola, bachcha deydi, bizning Shivada bular ham yosh bolani bachcha deb aytar ekan. Jigarlar Hofiz bilan kechki sayrdan kelayotgandik. Mana bu uylarga ko'zimiz tushib qoldi. Sizlarga shunchaki ko'rsatib o'taylik dedik. Biz ba'zida noshukurchilik qilamiz, lekin mana bularni ovqatlanish joyi ham, uyi ham mana shu ko'chada. Qarang, bu yerda juda ham ko'p uylar bor. Mana shuni o'zi bitta uy mana. Bunaqa uylar juda ko'p. Faqat mana klyonka bilan yopilgan palatkachalar, ovqat qilib yeyish joylari ham, uylarning ichi ham mana shunaqa. O'sha uchun noshukur bo'lmasligimiz kerak. Biz jannat makon yurtda yashayapmiz. Yashashimiz ham, yeb ichish, yotib turishimiz ham juda ham yaxshi. Biz shukr qilishimiz kerak, nolimasdan yashashimiz kerak. Mana ana shular har bittasi bitta oilaniki mana. Har bittasi bitta oilaniki. Mana qaranglar. Mana shu ko'chaga o'tirib olib bir narsalar pishirib yeydilar, kirib yotadilar mana shunaqa uylar. Mana qatorasiga shunaqa uylar.